ikkita do'konda bo'lib mehmonga ham ketaversak bo'larkan, do'kon o'zi ishlayveradi. Dugonalar uchun shunaqangi chiroyli bo'lgan ko'ylaklarimizdan olib kelib qo'ydik. Ikkalasini ham kiyib oldik, bittada ko'rib olasizlar deb. Qaranglar, menga kiyib olgan varianti juda ham chiroyli variant ekan. Aksessuarlari bel qismida remellari bor, belinglarni ixcham qilib, chiroyli qilib kiyib olasizlar. Qo'llari uzungina, mana fonarikli bo'lib turadi. Keyin buni qaranglar, toshlarni ko'rib olasizlar, yurganinglarda yalt-yalt qilib turadi. Uzungina. Demak, mana bu yubka qismida podyubniklari bor, prosvechka qilmaydi. Juda ham chiroyli variant. Endi o'rtog'inglarga olib berasiz, shunaqangi chiroyli bo'lgan ko'ylagimizni. Buni mana svobodna bo'lib turadi. Yengilgina kiyimlarni yaxshi ko'radigan, yubqagina shunday kiyib ketaveradigan kiyimlarni yaxshi ko'radigan ayol qizlarimiz uchun juda ham mos. Demak, aksessuarlari mana qaranglar, shunaqa toshlari bor. Yuvib kiyaverasizlar, toshlari to'kilib ketmaydi. Demak, Ladia brendini hammalar yaxshi ko'rasizlar. Hozir bizda assortiment katta, bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Razmerlari 42 dan 48 gacha dostavka xizmatlarimizda sizlar uchun ishlayapti. Ketdik endi mehmonga.